qamoq jazosi qo'llanishini so'rayman. Sayyor sudda sobiq erining qamalishini so'rayotgan ayolning bu qarorga kelishiga yetarlicha sabablari bor. Gap shundaki, Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yaxshi niyatlar bilan qurilgan oila nizolar tufayli buzildi. Shu vaqt orasida tug'ilgan 2 nafar farzand esa ham otasining mehrisiz, ham moddiy ta'minotsiz qoldi. Ota dilbandlari uchun to'lash kerak bo'lgan aliment pullarini to'lab bermaganligi uchun dastlab 15 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqdi. Ammo shundan keyin ham bundan yetarlicha xulosa chiqarmay farzandlarini ta'minotsiz qoldirdi. Shundan keyin navbatdagi sudda vaqt bo'lsangiz deya va'da berdi. Bu va'dalarni takror eshitayotgan va holat bo'yicha har tomonlama o'rganib chiqqan sudya quyidagicha hukm o'qidi. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 122-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilib, shu modda bilan 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Undan yetkazilgan zarar fuqaroviy da'vogar foydasiga undirilsin. Kiyimning yaxshisini, taomning mazalisini dilbandiga tutadigan xalqmiz, ammo mas'uliyatni unutgan ayrim otalar bundan mustasno. Ana shunday bolasiga g'amxo'rlik qilishni istamaganlar esa qonunda belgilangan jazoga munosiblar nazarimda.